Bu ko'rib turgan videolaringiz hammasi sun'iy intellekt orqali qilingan. Oxirgi yillarda sun'iy intellekt qanchalik rivojlanib ketayotganini shu videolar orqali yaqqol misolini ko'rsangiz bo'ladi. 2 yil oldin sun'iy intellekt ancha kulgili edi. 6 barmoqli qo'llar erib ketayotgan yuzlar hech kim alda bo'lmaydigan video va rasmlar. Odamlar bu videolarning ustidan kulishardi. Paytida o'zim ham kulganman. Hozir 5 million, 10 million rasxod qilib olinadigan video roliklar, rasmlar hammasini bitta notebook va bitta prompt orqali sun'iy intellektda qilsa bo'ladi. Даже hozirgi gigant kompaniya Coca-Cola ham oxirgi reklamasini to'liq sun'iy intellektda yasadi. Даже siz hozir Instagramda ko'rib o'tirgan 10 ta reelsingizdan kamida 2 tasi sun'iy intellekt bo'lib chiqadi. Siz bunaqa reelslarni har kuni ko'rib kelyapsiz. Shunchaki endi qaysi biri sun'iy intellektda yasalgan, qaysi biri sun'iy intellekt emasligini bilish bu yog'iga juda qiyinlashib boradi. Sun'iy intellekt hammamiz kutganimizdan juda tez rivojlanib boradi va bu yog'iga ham shunaqa rivojlanishda davom etadi. Bu rivojlanish bir tarafdan yaxshi bo'lsa, bir tarafdan yomon. Yomon tomoni hozir sun'iy intellekt bilan shug'ullanayotgan insonlar bu sun'iy intellektni umuman bilmaydigan odamlardan ancha ustun bo'lib ketishyapti. Ya'ni bular bu sohani oldinroq tushungan holatda o'sha daromadga chiqishyapti. Eng oddiy misollardan bittasi bizneslar uchun video roliklar yasab berishyapti. Eng qizig'i bu uchun hech qanaqa kamera shart emas, faqatgina kompyuter va bittagina prompt orqali bu narsani qilsa bo'ladi. Oldinlari bunaqa videolar olish uchun katta jamoa ishlash kerak edi va uzoq vaqt ketardi. Hozir bo'lsa vaqt ham juda kam bo'ladi va rasxod ham ancha arzon tushadi. Eng qiziq tarafi sun'iy intellekt bilan xuddi shunaqa videolarni vaqtini ancha qisqartirsa va narxini ham arzon qilsa bo'ladi. Ya'ni bir hafta olinadigan videolarni bir kunda tugatsa bo'ladi. Tabiiyki bu ham xarajatda, ham vaqtni tejaydi. Lekin ko'pchilik bu jarayondan haligacha bexabar. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, hozirgi kunda 80% odamlardan ancha oldindasiz. Ya'ni siz kechga emadingiz, ayni vaqtdasiz. Shu uchun ham 80% odamlardan oldindasiz deb aytaman. Men bu sohaga endi kirib kelgan paytlarimda YouTube'dagi har xil tutoriallarni ko'rganman. Ularni ketligidan qaytarib ko'rganimda, to'g'risini aytsam, ular ko'rsatgan rezultat bilan men ko'rsatgan rezultat umuman boshqa dunyo edi. To'g'risini aytsam, bu yerda nima bo'layotganini umuman tushunmaganman va buni tushuntirib beradigan odam menda bo'lmagan. Buni tushunishim uchun men yarim yil vaqtimni va pulimni sarfladim va shundan keyin tushunib yetdimki, men sun'iy intellektga to'g'ri zadacha bermayotgan ekanman. Sun'iy intellekt juda aqlli va u improvizatsiyani yaxshi ko'radi. Sun'iy intellektga siz nima qilishingiz kerakligini va nima xohlayotganingiz va unga chegaralarni tushuntirmaydigan bo'lsangiz, siz o'zingiz xohlayotgan natijani hech qachon ola olmaysiz. Chunki sun'iy intellekt har doim improvizatsiya qilib tashlaydi. Va sizlar qiynalib yurmasligi uchun buni aniq formulasini o'ylab qo'yganman va buni Umar Creates mini kursimda o'rgatdim. Bu mini kursda men sizni vaqtingizni olib programmani o't-ida tushuntirib o'tirmayman. Aniq natijalar bo'yicha gaplashamiz. Mini kursdan keyin siz mahsulotingizda reklama roligini yasaysiz. Studiyasiz, modelsiz va fotografsiz. O'z multfilmingizni yasaysiz, hech qanaqa rassomsiz. Kino sahnasini yasaysiz, aktyorsiz, kamerasiz. O'z rasmingizdan gapiruvchi video qila olasiz va xuddi shu videolarni qilish uchun noldan promptlar o'ylab topmaysiz. Men o'zim tayyor prompt formulalarimni sizlarga beraman. Shunchaki ularni olgan holatda o'zingizga moslashtirib ishlataverasiz. Bu esa meni mini kursimning eng qimmatli qismi. Bu ko'nikmani olganingizdan keyin o'zingiz xohlagan joyga bemalol ishlatasiz. Agar sizni o'zingizning biznesingiz bo'ladigan bo'lsa, o'zingizning mahsulotingizni bemalol o'zingiz reklama qilaverasiz. Har doim syomkaga va modelga pul sarflash shart emas. SMM bilan shug'ullanadigan bo'lsangiz, bu sizning xizmatlar ro'yxatingizdagi eng qimmat xizmatingiz bo'ladi. Mini kursdagi bilimlar bilan siz boshqa biznes egalari uchun tayyor videolar yasab pul topsangiz ham bo'ladi. Chunki bunaqa bilimlarni biladigan odamlar hozirgi kunda kam. Biladiganlar bo'lsa allaqachon o'sha yaxshi daromadga chiqib olishgan. Bu videodan keyin siz ham shularning safiga bemalol qo'shilishingiz mumkin. Endi sizga mini kursimni qisqacha tanishtirib o'tib ketaman. Birinchidan, bu mini kurs. Ichida 12 ta video darslik bo'ladi. Har bitta video darsliklar 6 minutdan 12 minutgacha. Jami 2 soatga yaqinroq video. Sizni vaqtingizni oladigan oldi qochdi gaplar yo'q, haqiqiy realniy natijaga olib chiqadigan bilimlar berilgan. Ikkinchidan, ishlatishingiz va praktika qilishingiz uchun sizga AI platformasi kerak bo'ladi. Tokenlar uchun rasxodingiz bo'ladi. Shuni inobatga olib qo'ying. Uchinchidan, bir kechada u sizni boy qilib qo'ya olmaydi. Bu shunchaki oddiy ko'nikma. Uni ishlatib, mehnat qilib daromad qilasiz. Mini kursimning narxi atiga 99 ming so'm. Bir marta to'laysiz, umrbod sizda qoladi. Ataylab mini kursimning narxini har bir odam o'zini hayotini o'zgartirish uchun risk qila oladigan minimal summa qilib belgiladim. 99 ming so'm. Agar shunday ham ikkilanadigan bo'lsangiz, sizga bir kunlik kafolat beraman. Darslarni ko'rasiz va o'zingizni birinchi videoingizni yasab chiqasiz. Mini kursga to'lov qilish havolasi shundoqqina video ostida, saytda turibdi. Uni bosib ro'yxatdan o'tasiz va maxsus Telegram botga borib, o'zingizga qulay bo'lgan to'lov platformasidan to'lovni o'tkazishingiz bilan bot o'zi sizga mini kursga maxsus dostуп beradi. Hech kim bilan yozishmaysiz, hech narsa kutmaysiz. 2 daqiqadan kam vaqt ketadi. O'tayotgan har bir kuningizda sun'iy intellekt biladigan odamlar sizdan bir qadam oldinga o'tib ketayotganini unutmang. Hoziroq pastdagi tugmani bosing. Bugunning o'zida darsliklarni ko'rishni boshlab, bugunning o'zida birinchi videoingizni yasaysiz.